Homilador bo'lishga tayyorlanayotgan ayollar diqqatiga. Afsuski, hamma homilador bo'lishga tayyorlanayotgan ayollar ham bu haqida bilishmaydi. Ko'rik vaqtida qayta takrorlasak ham bunga amal qilishmaydi. UZI tekshiruviga kelgan homilador ayol har doim yurak urishi yaxshimi deb so'rashadi. Lekin nafaqat homilaning yurak urishi, balki barcha organlarining yaxshi, to'g'ri rivojlanishi siz uchun muhim ahamiyatga ega. Homilaning sog'lom rivojlanishi ushbu homiladorlik davridagi ma'lum bir haftalarning sog'-salomat o'tishiga bog'liq. Keling, bu 6-ga teng haftalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. 8-haftada homilaning umurtqa pog'onasi shakllanib boshlaydi. Bu haftada homilador ayol oqsilli, kalsiyli mahsulotlar va foliyaviy kislota albatta qabul qilishi zarur. 16-haftada homilani eshitish apparati shakllanadi. Bu haftalarda siz homilani erkalang, u bilan gaplashing, uyda ajoyib o'zingizga yoqqan musiqalarni qo'yib qo'ying, Qur'on tilovatini eshiting. 20-haftada homilaning nerv sistemasi aktiv rivojlanib boshlaydi. UZI apparatida ko'rganimizda homilaning bosh miyasida burmalar farqlanadi. Yana ham tushunarli aytsam, xotiraning poydevori qo'yila boshlaydi. 28-haftada ko'rish faoliyati takomillashib boshlaydi. Homila qorong'ulik va yorug'likni ajrata boshlaydi. 32-haftada o'pkalar rivojlanishning ahamiyatli davriga o'tadi. Ya'ni tug'ilgandan keyin nafas olishga tayyorgarlik boshlanadi. Bu davrda ayol ko'proq dam olish kerak, vitamin va oqsillarga boy mahsulotlarni iste'mol qilish kerak, stress holatlaridan uzoqroq yurish kerak. Ko'pgina ota-onalar buni bilishmaydi. Qayta ko'rik vaqtida ta'kidlaganimizdek, homilangizni sog'-salomat qo'lingizga olishingiz uchun tegishli skrining analizlaridan o'z vaqtida o'tib, minimum har 2 haftada qon va siydik analizlarini topshirib turishingiz hamda kuratsiyada bo'lgan shifokoringiz bilan maslahatlashib turishingiz lozim. Nasaf Med klinikasida barcha skrining tekshiruvlari uchun imkoniyatlar mavjud. Buning uchun sizga Nasaf Med klinikasining oliy toifali malakali akusher-ginekologlari doimo yordam berishadi. Sog'lom oila, sog'lom farzand bu jamiyatimizning poydevori. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.